Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Savol Lojig 5 va bugungi videomizda biz o'chib ketgan YouTube kanalini tiklash bo'yicha harakat qilib ko'ramiz. Mana bu meni YouTube kanalim. 200 ta videosi bor edi. Tag-tug bilan o'chib ketdi. Endi shuni tiklash kerak. Bu tiklanadimi, tiklanmaydimi men bilmayman. Tiklanishiga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi uslubimiz. Hop. Zaявка tashlab ko'ramiz. Uning uchun zaявkada birinchi qiladigan ishimiz hozir yozamiz. Brand account degan joyga kiramiz va bu yerda myaccount.com myaccountbrand.com degan joyi bo'ladi. Mana shu yerga kiramiz va mana bu yerda joy bu yerda bosish tugmachasi chiqib qoladi. Agar bosish tugmachasi chiqib qolsa, YouTube kanalini tiklashni imkoniyati bo'ladi. Bizda chiqmayapti. Ikkinchi uslubimizga kiramiz. Ikkinchi yo'limiz bu YouTube studiyaga kiramiz. Avtomatik bizni nimaga kirib yubordi? Vash imya deyapti. Obidov Muhriddin, meni ismi Sharifim. Elektron pochtangizni kiritasiz. Shu o'chib ketgan YouTube kanalingiz elektron pochtasini. YouTube kanal ссылкасini kiritasiz yoki bo'lmasa YouTube kanal ссылкасini endi aytishingiz mumkin, qayerdan olishingiz mumkin. Bironta videoyingizni ссылкасы bo'lsa ham mayli, bo'laveradi menimcha. Men shunaqa qildim hozir, to'g'risini. Hozir bironta ссылка kiritilgan bo'lsa ham mayli, bo'laveradi. Masalan, mana YouTube kanalimda ссылкасы turibdi. Bu hozir ana kirib ko'rishingiz mumkin. O'chirilgan. Shuni kiritamiz. Joylaymiz. So'z bo'ladi. Joyladik YouTube kanalini. Ana endi qarang. YouTube kanalini tepaga joylashtirdim. Bu yerda bitta xato ketdi. YouTube kanalini joylashtirdim. Videosini joylashtirdim. Endi bu yerda zaявка yozish kerak. Zaявка yozish uchun Telegram kanalimga kirasizlar. Ana zaявка yozib qo'yganman. Faqat mana bu ustiga bosib turib belgilab olasizlar hamda nusxalab olasizlar. Keyingi qiladigan ishimiz Google ga kiramiz. Google переводчикka kiramiz. Qiladigan ishimiz mana o'zbekcha degan joyini inglizchaga o'zgartirib qo'yamiz va mana bu yerga so'zni tashlaymiz. Hello shunaqa yozilgan. Faqat sizlardan ketadigan bitta narsa, tepaga ko'taramiz va mana bu house ichiga o'zingizni ismingizni yozing deb yozib qo'yadi. Mana shuni o'chiramiz va bu yoqqa ruschaga o'tkazib yozamiz. Katta harf qilamiz. Obidov xohlasangiz mana bu yerga lotincha yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hozircha. Muhriddin kopirovать qilib olamiz va bu yoqqa kiramiz. Hozir zaявка berish joyiga bu yoqqa вставить qilamiz va отправить bosamiz. Zaявка ketdi. Agar YouTube kanalim tiklansa, sizlarga yana video qilib chiqaraman.